bel rejasi sizni qiynayapti, qaysi usulda yotsangiz ham og'riq bo'lyapti. Va kimdir ko'chada sizga qattiq joyda yot, zo'r bo'ladi, yer o'zida yot desa, kimdir sizga yer o'zida qattiq joyda yotib bo'lmaydi, yumshoq joyda yotib maslahat berishyapti. Grejada hamma har xil maslahat beradi. Kimdir turnikka osil desa, kimdir boshqa qil. Kimdir qo'y yog'i surk desa, kimdir ot yog'i surk deydi. Shuning uchun qaysi gaplar to'g'ri? Grejangiz og'riyotgan paytda o'zi qanaqa joyda yotish kerak? Shu masalada bugun gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan diskutyor mutaxassisi Zuhurdin Saroqdirov. Grejangiz bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilib tashrif buyurasiz. Biz videoni boshladik. Mana ikkita joyga joy qilib qo'ydim. Bittasi yerda, bittasi tepada. O'sha insonlar sizlarga to'g'ri gap aytadimi, yo'qmi? O'sha narsani bugun bilib olamiz. Do'stlar, yer o'zida qattiq joyda yotgan grejang bo'lsa deyshadi. Yoki bilsanglar, dispada yotgan deyshadi. Dispa bor, o'sha dispani qattiq qo'yib olganda, masalan, to'shagingning ustiga, divaningning ustiga dispa qo'yib olganda, o'sha dispani ustida yotgan deyshadi. Qattiq joyda. Va yoki misol uchun yumshoq joyda yotish kerak, qattiq joyda yotib bo'lmaydi deyshadi. Endi belgi rejasi bor inson o'zi disk uchurasi siqib qolganidan og'riq berayotgan bo'ladi. Ya'ni disk uchurani siqib turgan paytda tanamiz tirishib spazmda bo'lib turgan bo'ladi. Tanamizda qon aylanishi past bo'ladi va yana biz tanamizni qiynab qo'yadigan bo'lsak, qon aylanishi battarroq buzilishi natijasida og'riqlar kuchayib ketadi. Bilib bilmay qilinadigan har qanaqa muolaja shu og'riqning kuchayishiga olib keladi. Shuning uchun odamlar gapiga ishonavermang. Dispada yot desa dispada, qattiq joyda yot desa qattiq joyda yotib, beli og'rib qolganda bo'lsa oramizda shu gapimiz isboti bo'lish uchun kommentariyada yozib qoldiring. Endi mana yerda yotib ko'ramiz. O'zi belim og'riyotibdi do'stlar. Shuni jarayonda yerda yotib ko'radigan bo'lsak, mana tepaga qarab yotish kerakmi, yonboshlab yotish kerakmi yoki umuman olganda pastga qarab yotish kerakmi degan qo'llanmalar bor. Birinchi o'rinda yerda yotish masalasidan ko'ra qaysi tarafga qarab yotish qulayligini aytib o'tishim kerak bo'ladi. Eng oxirida qattiq joyda yo yumshoq joydani tushuntirib beraman. Shunda videoda siz qattiqmi, yumshoq joydami yotganingizda qaysi usulda yotish eng qulayligini tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi do'stlar, yotish jarayonlarida kimdir tepaga qarab yotsa, kimdir pastga qarab yotganda og'riqlar qo'yaveradi. Ha, spazmda bo'lib turgan kuchli og'riq paytida pastga qarab yotsangiz, tepaga qarab yotsangiz, yonboshlab yotsangiz, qaysi usulda qo'yib yubordi sizniki? O'sha usulni ko'proq ushab yoting. Lekin eng qulay usulni hozir men sizlarga o'rgataman. O'sha usul eng ko'p odamga tushadi. Statistika bo'yicha ko'p odamlarga tushgan usul shu hisoblanadi. Lekin bir xil shuni qiyotsa ham og'riq berayotgan bo'lsa, aynan shunga bog'lanib qolmaslik uchun o'zingizga qulayini toping. O'ta kuchli og'riq bo'lgan paytda yoki og'riq sal kamroq bo'lib, uxlashlarga qiynalyapsizmi? Yostig'i boshga emas, yostig'i boshqa joyga qo'yib yotish kerak bo'ladi. O'sha boshqa joy qaysi? Birinchi yonboshlab yotib olamiz. Demak, belgi rejasida qanday yotishi, qaysi joyda emas, uni oxirida aytaman. Qanday yotishi siri ochildi. Yonboshlab yotamiz. Mayli, boshga ham yostiq qo'yasiz. Lekin oyog'imizni yig'gan holatda dumg'aza qismimiz ochiladi va oyog'imizni orasiga yostig'i qo'ygan holatda yotish tavsiya qilgan bo'lar edim mutaxassis sifatida. Eng dunyoda mana shu yotish statistika bo'yicha 90% odamga tushadi. Shuning uchun bu isbotlangan va eng qulay yotish mashq hisoblanadi. Qattiqmi, yumshoq joydami, uni keyin aytaman. Endi mana ko'ryapsiz. Men yonboshlab yotgan paytimda tekis yotsam, dumg'aza qismim tekis turibdi va qon aylanishi o'rtacha holatda. Lekin oyog'imni bukib yotgan holatimda va orasiga yostiq qistirsam, oyog'im bir-biriga tegib turganda ham dumg'aza qismim bir-biriga yaqinlashib qolib og'riqroq bo'ladi, qiynaladi. Lekin oyog'i ochsam, misol uchun tik turganimizda ham sal oyoq ochib turamiz-ku. Bir-biriga juftlab oladigan bo'lsak, noqulay holat bo'lib qoladi-yu. O'shaning uchun oyog'imiz orasini sal ochib, narsa qo'yib olib turib, dumg'aza qismimizni mana to'g'ridan o'zimizga tortdik, mana ko'rdinglarmi? Oyog'imiz bukilib, dumg'aza qismi tortilganini hisobiga ochilish yuzaga kelib og'riqlar qo'yib yuboradi. Eng yaxshi usul shu usul hisoblanadi. Endi bu birinchi usul bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi usul ko'p holatlarda osmonga qarab yotish, oyog'i tegiga yostiq qo'yib olgan holatda bo'ladi. Tepaga qarab yotasiz, oyog'ingizni tegiga yostiq qo'yib yig'ib yotasiz. Shunda ham mana dumg'azani o'zimizga tortib ochiladi. Xuddi shuni qiyotish ham tavsiya qilinadi. Like bosib qo'yib, obuna bo'lishni unutmang albatta. Keyin eng mumkin emas holatini ham bitta aytib o'taman. Eshitib turing yaxshilab.
grijaga qaysi holatda yotish mumkin emasligini ham hozir aytib o'taman. Endi tepaga qarab oyog'i sal yig'ib, tagiga yostiq qo'yishni bildik. Yonakasi yotishni bildik, to'g'rimi? Endi shunaqa yotish jarayonlarida do'stlar, yurib ham turish kerak, harakatda bo'lish kerak. Ozgina turib, og'riq o'ta kuchli bo'lsa, emaylab, yosh bolalarga o'xshab yurib kelishimiz kerak. Xonaning ichini aylanib bo'lsa ham, agar yurayotgan bo'lsak, devor rushab bo'lsa ham, yurayotgan bo'lsak, devor rushab bo'lsa ham xonani yurib kelishimiz kerak. Faqat yotaversak ham qon aylanmasa, o'zi grija siqib qolganda mana shu joy spazm bo'lib siqilayotib, qon aylanmayapti. Siz yana yotaversangiz, battar qon aylanmasligi olib keladi. Demak do'stlar, endi xo'p, yostig'imizni oyoq tagiga qo'ydik, yonboshlab oyoq orasiga qo'ydik. Endi mumkin bo'lmagan holatda aytaman, pastga qarab hech qachon grijada yotmang. Pastga qarab, ayniqsa ko'krak qafasimizga yostiq qo'yib olib, pastga qarab yotishni umuman tavsiya qilinmaydi. Umurtqa pog'onamiz mana shu joyda siqilish yuzaga kelib, spazm, og'riq o'ta kuchayib ketadi, belimizni ko'tara olmay qolamiz do'stlar. Shuning uchun pastga qarab grijada yotish umuman mumkin emas. Eng yaxshi qo'llanmalardan foydalangan holatda bu ma'lumot yig'ilgan. Pastga qarab yotishi olimlar mumkin emas degan grijaga. Tushundinglar? Yonboshlab yotishmi, tepaga qarab yotganingizda qulay bo'layotgan bo'lsa, oyog'ingizni ko'tarib yotish aytdim. Endi pastga qarab yotish mumkin emas. Eng qiziq joyga keldik, qanaqa joyda yotish kerak o'zi. Shuni hozir aytib o'taman. Sizlarga mana ekraningizda chiqadigan nomerlarga telefon qilib, grijalarni davolatishga kelib davolanib ketishingiz mumkin. Xudo xolisa grijalarni davolab beramiz. Qanaqa yotishlarini yana shu yerda tushuntirib, mashqlarni ham berib olamiz. Shuning uchun murojaat qilib kelishingiz mumkin. Sizga qiziq bo'lgan savolga ham yetib keldik. Mana sal bo'lsa ham yumshoq joy va juda qattiq joy. Endi juda qattiq bu yer. Sal bo'lsa ham yumshoq, bu bizani ko'rsatganmiz. O'tda yumshoq joy bu sizni divaningiz bo'lishi mumkin. Uy sharoitida uyingizda yotgan divaningiz o'ta yumshoq bo'lishi mumkin. Ortopedik to'shak bo'lsa mana mana shunaqa bo'ladi. Ko'rsatganimizga o'xshagan. Tushuntirib berishim uchun ko'rsatga ham kerak-da. Shuning uchun buni qo'yamiz. Do'stlar, yerda yotish disk uchrasi uchun eng yomon, eng xavfli holat hisoblanadi. Yerda yotmaymiz grija. Kim nima desa desin, maslahat bersin, qo'shningiz aytsin, do'stingiz aytsin, yerda yot desin, mana shu yerda disk uchrasida yotmang. Umuman yotganingizda umurtqa pog'onasi, ilon izi mana belimiz ichkari kirgan, grudniy отдел chiqqan, bo'ynimiz ichkari kirgan. Umurtqa pog'oni shunda turish kerak. Yotgan paytimizda mana qattiq joyga yotib oldim, tepaga qarab yotamanmi, pastga qarab yonboshlab yotamanmi? Yer qattiqligi uchun umurtqa pog'onasi umuman yerga moslasha olmasdan og'riq kuchayib ketadi. Shuning uchun qattiq joyda yotish mumkin emas. Bu qaysi ota-bobolarimizdan qolgan ma'lumot men tushunmayman. Endi sal yumshoq joy bo'ladigan bo'lsa, mana shu umurtqa pog'onamizni mana bel qismimizni ko'ryapsizlar. Shu bel qismimizga mana bu gubka yoki yumshoq bitta ko'rpa solsa yerga, o'sha ko'rpa kirib turadimi? Bo'yin qismimizga yostiq turadimi? Shunda biz bemalol yota olamiz. Yo yonboshlab yotganimizda ham umurtqa pog'onamiz o'ta qattiq joyda yotganda tekis bo'lib qolganligi uchun qon aylanmay qiynalishi yuzaga kelishi mumkin. Tegimiz botib ketsa, o'zi biz og'riqda naprijon holatda siqilib turibmiz, og'riq kuchi voy deyotimiz, yana yer botib yotibdi. O'shanda yana o'zimizni noqulay his qilib og'riq kuchayadi. Shuning uchun yerda umuman yotish mumkin emas. Bitta yerga ko'rpa solingan holat mana shu ko'rsatganimizda yoki ortopedik to'shak mana shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi. Bunda xohlang tepaga qarab yoting, mana tepaga qarab yotaman, mana gubka kirib turibdi, juda qulay. Yonboshlab yotsak, sal yumshoq. Bemalol o'zimizni his qilamiz. Shunda o'zimizni erkin qo'ysak, qon aylanadi. Shuning uchun bel grijasida yerga bitta qalinlikda ko'rpa solib olish kerak. O'shanda yotsak bo'ladi. O'ta ichkari kirib ketadigan yumshoq, bitta sakraganingizda ichiga kirib ketadigan divanlarda yotish ham taqiqlanadi. Bunaqa divanda yotgan paytimizda yana umurtqa pog'onamizni mana grudniy отделlar ichkari kirib ketib yumshoqda belimizda yana qon aylanmaydi. O'zimizni tutib yotishimiz kerak-da. Belimiz og'riyotibdi, spazmda o'zi qot yotibdi. Biz mana shu ichkari kirib ketyapti belimiz. Mana bu o'zi qot yotibdi, mana bunda turibdi, zo'rg'a yurimiz. Mana bunaqa qilib yuribmiz. Buni ega olmayapmiz. Lekin bu yumshoq joyga mana bunda kirib ketishiga to'g'ri keladi. O'shanda battar og'rib ketadi. Shu uchun o'ta yumshoq, o'ta qattiq yer mumkin emas. O'rtacha yumshoqlikdagi joyda yotishni maslahat beraman.
Maslahatlarimiz yoqqan bo'lsa, keyingi mavzu nima bo'lsin, kommentariyada yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingiz asrang. Grijangiz bo'lsa o'sha gap. O'sha nomerlarga telefon qilib kelasiz. Like bosing, obuna bo'ling. Grijasi bor do'stiga jo'natib qo'ying, uni ham bilsin. Obuna bo'lib, videolarni kuzatib boring. O'zingiz asrang.